O'zbekistonda yangilik penal shuvoq o'tgan 2 yil oldin bosganmiz. Lo yorilib ketgani uchun penal shuvoq qilyapmiz. Kvadrat 35 ming vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab ham kelishgan narxda qilib beramiz. Uy egasi suv bilan to'kka sharoit qilib bersa bo'ldi. Qolgan hamma yo'qlar o'zimiz olib boramiz. Hozir mana shu 2 yil oldin loy bosilgan. Loy yorilib ketgani uchun pastga suv tushgani uchun hozir penal shuvoq qilyapmiz. Ko'ra olasizlar. Bir kunda 100 kvadrat, 150 kvadrat. Bir kunda 100, 150, 200 gacha qilib kelsa bo'laveradi. Bemalol loyga o'xshab yorilib edi. Mahsulotlar gips, sement pena issiq bo'ladi. Qishda, yozda salqin bo'ladi. Garantiyasi qanaqa bo'ladi aka bu? Garantiyasi birinchi quyganimiz 5 yil bo'lgan, 5 yil garantiyasi bor. Mana 5 minut oldin quyiladi. Ko'ringlar, mana bemalol yursa bo'laveradi mana. Agar 7, 8, 10 santimetrni quysa, ustida mashina chiqsa ham ko'taraveradi. Mana ko'rib oling. Uji mana 2 kvadrat joy 6 santimetrdan tayyor uji. Kvadrati 35 ming vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab ham kelishilgan narxda qilib beraveramiz. O'zbekiston bo'yicha Ha, kelishilgan qilib beraveramiz.